Salom bolalar, bu videoda men Apple Fortune o'yinida o'ynayman. Shunday qilib, hozir men $60 ishlab topdim. Shunday qilib, men ushbu Telegram botidan foydalandim. Men ushbu bot bilan qanday ishlashni ko'rsataman va bu juda yaxshi narsa. Menimcha, hop boshlashdan oldin va men shunday qilishim kerak. Masalan, platformani tanlang. Bu ikki tomonlama yoki yomon g'olib, shuning uchun bu muhim emas. Shunday qilib, siz ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Shuning uchun bu juda oddiy va V4213 promo kodi bilan. Xo'sh, yaxshi, Binmin allaqachon ro'yxatdan o'tgan. Balansingizni to'ldirgandan so'ng signalni qabul qilishingiz mumkin. Shuning uchun men tavsiya qilaman, $10 boshlang, chunki $10 bilan men bot juda yaxshi ishlashini tushunaman. Hop. Shuning uchun men 5 tadan boshlayman. Men bu signalni qabul qildim. Shuning uchun men shunchaki, unga shunday intilayapman va men bunga loyiqman. Tushunyapsizmi? Men $5 dan ko'proq pul topdim. Mening bepul olmalarim edi va men pul topdim. Tushunyapsizmi? Demak, hozir men keyingi signalni kutmoqdaman. Demak, bu mening keyingi signalim va men uni shunday kutib olaman. Va oxirgisi qayerda? Yana qabul qilaman. Pulmi? Shunday qilib, siz signalni qanday qilib juda sodda va shunchaki nusxalashni va uni qanday qilib yasashni ko'rasiz. Xo'sh, bu botning nomini bilasizmi? Uni Telegramda topishingiz mumkin. Chap tomonda esa topishingiz mumkin. Shuning uchun men shunchaki signalga qarab ketyapman. Mana shunday va natijalar. Bolalar, ko'rib turibsizlar, menda $50 dan ortiq pul bor. Demak, balansimda allaqachon $90 bor. Ko'rib turibsizlar. Xo'sh, shunchaki keyingi signalni kutmoqdamiz. Va yana men shunchaki nusxa ko'chiraman. Shunday qilib. Allaqachon bepul va oxirgisi yana Men pul topdim. Shunday bo'ldi. Bu juda oson edi. Masalan, keling, keyingi signalni olaylik. Allaqachon. Men 3 ta signal oldim. Bu 4 ta signal. 3, 4, 5, 6, 7 olma. Shuning uchun u kattaroq bor edi. Oxirgi signallarda. Allaqachon. Oxirgi darajada 3 ta eshik, yigitlar. Bolalar, ko'rib turganingizdek, men hozir bitta signalda $50 ishlab topdim. Shuning uchun bu juda yaxshi natijalar. Shunday qilib, men kaftalarimdagi qoldiqni yechib olishim mumkin va shunchaki xotirjam bo'lishim mumkin. Xo'sh, biror narsa sotib oling, bilasizmi? Shunday qilib. Bu aslida soxta emas, tushundingizmi? Demak, bu aslida ishchi. Tan olindi xo'sh, demak, bu oxirgi signal, menimcha va oxirgisi X4. Men yana mukofot oldim. Shuning uchun sizlar bu botni topishingiz mumkin. Shuning uchun xayr, kuzatib borganingiz uchun tashakkur.